Vahiyla. Birinchi bob. Mazkur kitob Ayso Masihning vahiysidir. Xudo yaqin kelgusida yuz berishi muqarrar bo'lgan voqealarni o'z xizmatkorlariga ko'rsatish uchun Ayso Masihga bu vahiyni tushirdi. Masih buni o'z farishtasi orqali xizmatkori Yuhannaga ayon qildi. Yuhanna Xudoning so'zi Ayso Masih bergan guvohlikqa ko'rganlarining hammasiga guvohlik berdi. Bu vahiylarni o'qib bergan va uni anglab amal qilganlar naqadar baxtlik. Chunki bu ishlarning amalga oshadigan vaqti yaqindir. Menki Yuhannadan Osiyo ülkesideki 7 etiqochlar jamoatchiligiga salom. Hozir va azaldan bor bo'lgan ham kelgusida kelguchidan uning taxtining oldidagi 7 ruhdan sodiq guvochi, o'limdan tunji tirilguchi, dunyo podshohlarining hukmroni bo'lgan Ayso Masihdan sizlarga mehr shafqat va omonlik bo'lg'ay. U bizni so'ydi. O'z qini bilan bizni gunohlarimizdan ozod qildi. Bizni bir podshohlik qilib uyushtirib, o'z otasi Xudoning xizmatidagi ruhoniy qildi. Barliq shon sharaf va kuch qudrat uningga mangu mansub bo'lg'ay. Amin. Mana u bulutlar ustida kemakda. Hamma ko'zlar, hatto uning tenini najliganlarmu uni ko'rdi. Yer yuzidagi butkul xalqlar uning uchun hazo tutudi. Bu ish jazman bo'ludi. Amin. Parvardigor Xudo deydi-ki, bosh ve oxir özümdürmen. Hozir ve ezeldim ba bo'lgan hem mengu ba bo'g'ichiman. Shundaqla hammiga qodirdirman. Men qerindishinglar Yuhannaman. Biz Ayso Masihga mansub bo'lganligimiz uchun azob oqibatga, Xudoning podshohligiga va sabr toqatga o'rtaqmiz. Xudoning so'zi va Ayso Masihning qilgan guvohligini taqatqanligim uchun bir mezgil Patmos orolida mahbus bo'lib turib qolgandim. Rabbimizning kunida muqaddas ruhning meni ilkiga ilishi bilan kaynimdan kelgan qanoy ovozi o'xshab ketadigan unlik bir ovozni angladim. Bu ovoz ko'radiganlaringni kitob qilib yoz va uni 7 etiqochlar jamoatchiligiga, ya'ni Efes, İzmir, Pergama, Tiyatira, Sardis, Filadelfiya ve Laodikiya shaharlariga evet degan edi. Bana so'zligini ko'rish uchun kaynimga burildim. Burilganimda ko'zimga 7 oltin chiroqdan ve ularning o'ttirsida uchisidagi to'ni o'shig'icha tushib turadigan, ko'ksiga oltin kamar bog'lagan inson o'g'liga o'xshaydigan biri ko'rindi. Uning chechi oq yung ve qordek oppoq edi. Ko'zlari go'yo yolqinlab turgan o'tdek edi. Putlari o'choqda tovlanib parqirgan tuchqa o'xshatdi. Ovozi sharqirab iqiyotgan suning shavqinidek edi. U o'ng qo'lida 7 yulduz tutgan bo'lib, og'zidan 2 bistiq o'tkir bir qilich chiqib turadi. Chiroyi xuddi chinqichish vaqtidagi quyoshdek parlaq edi. Uni ko'rganimda oyig'iga o'likdek yiqildim. U o'ng qo'lini puchamga qo'yib, mundoq dedi: "Qo'rqma, tunji va oxirgi men bo'laman."
hayat bolğuchi özümdürmen. Men ölgen edim. Lekin endi мәңгі hayat yaşayman. Ölüm ve ölükler diyarının aşkıçı mening qo'limda. Shuning uchun ko'rganlaringni, ya'ni hozir bo'layotgan va kelgusida bo'ladigan ishlarni yezib qoldir. 7 oltin chirog'dan va sen o'ng qo'limda ko'rgan 7 yulduzning sirig'i kesak, 7 yulduz, 7 e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtalari. 7 chirog'dan bo'lsa, 7 jamoatchilikdir.